Audio Jungle. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barchalaringizga a'lo kayfiyat tilaymiz. 22-aprel sanasi kechki tabriklarimizni boshlash arafasida turibmiz. Hozir jamoamiz bilan yo'lga tushyapmiz. Kattaqo'rg'on tumani Murtay qishlog'iga. O'tkir amakimizning shaxsiy bayramlari, tug'ilgan kunlari bilan barcha farzandlar, nabiralar nomidan xonadonlarga xursandchilik ulashamiz va go'zal hadyalarni yetkazib, oila vakillarini xursand etamiz. Jamoamiz bilan kuzatishda davom eting. Eng chiroyli kadrlarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Dada sizni yaxshi ko'raman, buni ko'pam ayta olmayman. Dada sizni yaxshi bilaman, ko'z yoshimni ko'rsata olmayman. Kuchsizlikka yo'ymang otam, ko'ngli bo'sh deb qo'ymang otam. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Dadajonim, otajonim, dadajonim, otajonim. Bolalikdan qahramonimsiz, qirolimsiz, podshohimsiz. Bir nigohi yetar bo'lgan ustozim ham muallimsiz. Dada sizni yaxshi ko'raman, buni ko'pam ayta olmayman. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Dadajonim, otajonim, dadajonim, otajonim. Dada sizni yaxshi ko'raman, buni hech ham ayta olmayman. Avvalambor assalomu alaykum. Fayziy xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, barchalaringizga a'lo kayfiyat tilaymiz. O'tkir amaki, assalomu alaykum. Shaxsiy bayramlar, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Bugun farzandlaringiz, nabiralaringiz, kuyovlaringiz bir niyat qilgan ekanlar. Otajonimizni, patar buzrukvorimizni tug'ilgan kunlari. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Onajonim bilan qo'sha qarisinlar. Biz farzandlarning baxtimizni, kamolimizni ko'rsinlar. Otam, onam shuncha mashaqqat bilan 5 ta farzandni dunyoga keltirdilar. Boy yetkizdilar. Hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qildilar. Otajon, onajon katta rahmat sizlarga. deya bizga telefon qilib, imkon bo'lsa xonadonimizga borib, bir chiroyli qishloqlarimizni siyomga qilib, xonadonlarimizni siyomga qilib, otamni, onamni duolarini olib,
bizni yo'qligimiz bilinmasin, chiroyli sovg'alarimizni yetkazib qo'yib, dadajonimizga, ajonimizga rahmatlarimizni yetkazib qo'ying deya farzandlarimiz musofir yurtlardan, Rossiyadan telefon qilgandilar. Ravshanbek telefon qildilar. Dadamni ayolimiz juda ham sog'indim, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Hech ham xastaman, bemorman demasinlar. O'ynab kulib yursinlar. Nasib bo'lsa to'ylarimda bosh-qosh bo'lsinlar deya niyatlarini aytdilar. Oydin sobomiz telefon qildilar. Albatta farzandlarim dadajonim, ayonim yonlarida chiroyli qarayaptilar, ilm beryaptilar, tarbiya beryaptilar. Dadajonimni o'zlari ham Rossiyada edilar. Yaqinda O'zbekistonga ketdilar. Men o'zim ketganimga ancha bo'ldi. Qishloqlarimizni, vatanimizni juda ham sog'inganman. Qarindoshlarimizni, qondoshlarimizni imkon bo'lsa, mana sog'inchli salomlarimni xonadonimizga tashrif buyurgan hamma qarindoshlarimizga yetkazib qo'ying. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Otam, onam mehnatlarining chek-chegarasi yo'q. Shuncha fursatlar bolam deb yashadilar. Endi dunyo chaqbalaga aylanib kelyapti. Mana birin-ketinlik bilan uyli, joyli, hunarli, ilmli bo'lyapmiz. Otam, onam davralarimizda to'g'rida tursinlar, to'ylarimizda bosh-qosh bo'lsinlar, o'ynab kulib yursinlar, bizni baxt kamolimiz ko'rsinlar. Allohim nasib etsin, kuch-quvvat bersin, davlat bersin. Onamni, otamni umra safarlariga, haj safarlariga yuborsam, hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarda ehson dasturxonlarini yozib, chiroyli to'ylarni qilib bersak, nasib etsin. Yoshlik chog'larimdan o'g'limni, qizimni tug'ilgan kunlari, qizim bor, dugonalaringni chaqir, o'g'lim bitta o'g'ilsan bor, jo'ralaringni chaqir, bir to'ylaringni, bir bayramlaringni qilib beray deya, tug'ilgan kunlaringni nishonlay deya, bir chiroyli bayramlarimizni qilib berganlar. Ayajonim bugun kunlarda oyog'im og'riyapti deydilar, xastaman deydilar. Ayajon, bemorman demang, siz sog' salomat bo'lib yuravering, to'ylarimizda bosh bo'ling, biz xursand bo'lamiz. Siz oyog'im og'riyapti, boshim og'riyapti desangiz, biz hayotda shoshib qolyapmiz. Otam uchun, onam uchun nima ishlarni amalga oshirdik? Hali hech ish qila olmadik. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Otajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Dunyo turguncha turingga, bugun barcha farzandlar qalblaridagi ezgu niyatlarni sizlarga yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Oydin opamiz, Mehrun opamiz, Madina opamiz, Ravshanbek, Kumushoy, hamma nabiralari Shavkatjon, Islombek, hamda Mahmudjon, Ruslanbek, Noilaxon, qolaversa barcha kuyovlaringiz, nabiralaringiz sizlarni bugun tug'ilgan kunlar bilan tabriklab, bir ajoyib sovg'alar qilganlar. Ruxsat bersangiz, ushbu sovg'alarni taqdim etamiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, marhamat qilib chiroyli qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Marhamat. Otajonimizga Qur'oni Karim kitoblar, tasbihlar, joynamozlar, zamzam suvlari xonadonimizga faxt, omad, baraka keltirsin deya. Bo'lsinlar, birga davron sursinlar, doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar, qo'sha qarab yursinlar, otam birla jonim, qo'sha Nabiralar marhamat, bobojon tabriklar qo'yasizlar tug'ilgan kunlari bilan. O'stirganlar, sizlab oshno berganlar, avaylab o'stirganlar, sizlab oshno berganlar, yotdan kam qilmaganlar, otam birla jonim, yotdan kam qilmaganlar, otam birla jonim. Birga davron sursinlar, qo'sha qarab yursinlar, otam birla jonim. Xizmatlari beminnat, har bir so'zlari hikmat. Xizmatlari beminnat, har bir so'zlari hikmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Bitta qarsaklar bilan qo'llab qo'yamiz qarindoshlar, qondoshlar.
Baxtimizga sog' bo'linglar. O'tkir aka, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Siz bo'lmasa necha yil kirdingiz? 52 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Nargiza onamiz bilan turmush qurganlaringizga necha yil bo'ldi? Nargiza ona necha yil bo'ldi? Turmush qurganlaringizga. Esolasizlar necha yil bo'ldi? 30 yil. Umringiz uzoq bo'lsin. 30 yildan beri birgalikda tug'ilgan kunlarni nishonlaysizlar. Allohim xonadonlaringizga fayz barakat aytaversin. Uchta qizni o'stirgan, voyaga yetkazgan, uyli joyli qilgan insonga jannat darvozasi ochiq deydilar donishmandlarimiz. Jannat xonadonida turibmiz, jannatiy insonlar xonadonida turibmiz. Ilohim, farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring. Endi Ravshanbek to'yini qachon qilamiz endi? Nasib bo'lsa, umringiz uzoq bo'lsin. Ravshanbekni ham chiroyli go'shangalarga kuyov bo'lganini ko'ringlar, Kumshoyni ham chiroyli go'shangalarga kelin bo'lganini ko'ringlar. Farzandlarning baxtini, kamolini ko'rib, shodlanib hoji ota, hoji ona bo'lib yuringlar. Bugun sinani va sinani xonadonlarga tashrif buyurgan mehmonlarni xursand qilamiz deb kelganmiz. Imkon bo'lsa hammamiz o'rnimizdan turib olamiz, telefonlarni qo'yamiz, masa qilib o'ynaymiz, chiroyli qo'shiqlarni qo'yib beramiz. Nabiralar bo'mosha bilan o'ynaymizmi birgalikda? Marhamat, sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Qani ketdik birgalikda. Ahey, yashay, bayramlarimiz muborak bo'lsin. Marhamat, opa-singillar. Ko'rinib ko'rchi o'lsam mehramon boshqa ketdi. Ko'rinib ko'rchi o'lsam mehramon boshqa ketdi. Toshqo'chiday qildim maslar son bir ketdi. Opa-singillar chetda qarab turamiz. Hammalar sanki deymiz, bayram bo'lsin. So'z otash, hayni javohir bir şey o'ziga hayron yo'qdek ketdi. Bir şey bitmadi o'ziga hayron yo'qdek ketdi. Bir baxtga ketdi, o't yoqdek ketdi. Hayni javohir sho'rikdek ketdi. Bir baxtga ketdi, o't yoqdek ketdi. Hayni javohir sho'rikdek ketdi. Şu koşullarımız buna bayramdan buraya olsun. Ey güzel nigahların, onca dudakların, gölgeninden aslanıp yanar yanaları. Ey güzel nigahların, onca dudakların, gölgeninden aslanıp yanar yanaları. Aşıkların parmağına, aklı hoşuna begâne, kızları çaya gelme, sevgisini hamat sana. Karışları yalar can, adalet.
Aşıkların parvana Aklını kuştan begane Kızları çayragane Sevgisi hem efsane Karışların yanında can Adayı terbiye Yüreğim koymaz falan Dayanmaz da dinliyorum Karışların yanında can Adayı terbiye Yüreğim koymaz falan Dayanmaz da dinliyorum Şu koşularımız buna devam edelim. Dostlarımız taraflarga biron. Bayram e'lon bo'lmaydi. Bolajonlarni ham o'yinga taklif qilamiz, opa singillarni. Mezmonlar, rahmat, salomat bo'lasizlar. Davom etamiz. O'tkir aka, kelasiz yonimizdan. Barcha qiyinchilik, g'am tashvishlarimiz esimizdan chiqib ketadi. Mana farzandlaringiz bilan gaplashganimizda opajon, akajon, dadajizni, ayizni tanimasam, hayotda qanaqa inson, ta'rif bering. Nima so'zlar bilan tabriklaydi? Kasbkorlarman deganimda, otam usta bunyodkor, quruvchi, necha yillar davomida elda, xalqda bunyodkorlik qilib, halol rizq terib, farzandlarga halol luqma tutdilar. Onajonim uy bekasi, farzandlarga chiroyli tarbiya berdilar, chiroyli ilm berdilar. Bugun hammamiz katta hayot ostonasida dadil qadam tashlayapmiz. Komil inson bo'ldik. Allohga ming qatla shukrlar aytamiz. Shunday ota-onaning farzandi bo'lib, dunyoga kelganimizga yaratganga shukrlar aytamiz. Otam, onam sal o'ylab qarasam, peshonalariga tushgan ajinlarda, sochlarga tushayotgan qor-quroqlarda biz farzandlarning ayb va xatolarimiz bor. Otam, onam biz uchun yashadilar. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Savol bersam, onajon, otajon, o'zingiz uchun qachon bayram qildingiz? Qachon to'y qildingiz? Qachon bozorga bordingiz? Qachon yaxshi ovqatlandingiz? Desam, sanoqli kunlarni sanab berishlari mumkin. Lekin biz uchun sanaydigan kunlar juda ham ko'p. Hisobi yo'q. Endi otam, onam davrlarimizni to'rda o'ynab kulib yursinlar. To'ylarimizda bosh-qosh bo'lsinlar.
Biz ishlayveraylik, biz mehnat qilaveraylik. Rossiyadan boshda nima sovg'a olib keladilar? Onajon nima sovg'a olib keldilar sizga? Umringiz uzoq bo'lsin. O'tkiramaga sizga nima sovg'a olib keldilar? Ha? O'zlari sog' salomat bo'lsa bo'ldi, ha? Hali ham bizning farzandlarni o'ylaysizlar-da, umringiz uzoq bo'lsin. Dardni dard deb bilmagan otam, qalbi sira sinmagan otam farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimga Xudo guvohi. Mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan. Ortda qolar izlarim degan. Umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Umr oqar daryo ekan, bir basta o'tib ketdi. Hammamiz yosh bo'laydik, kechagina otamizni, onamizni hovlisini to'ldirib, qiyqirib shodon o'ynardik. Bugun endi o'zimizda oilamiz, ro'zg'orimiz, tashvishimiz yo'qda haftada bir marta telefon qila olamiz yoki yo'q. Dadajon, ayajon, yaxshimisiz? Yo'qmi? Nima ishlar? Nima muammo? deb so'rasak bo'ladi. Lekin ish, hayot, tashvish deymiz. Shunga ham go'xda yaramay qolamiz. Lekin otam, onam hali ham telefon qiladilar, bolam yaxshimisan? Ishing yaxshimi? Bolalaring, farzandlaring yaxshimi deb biz farzandlarni o'ylaydilar. Ota-ona shunaqa samimiy inson ekan. Yo'limizni yorib keluvchi farishta ekan, bog'bon ekan. Shunday bog'ni yaratdilar. Bugun ayamni, dadamni tabriklayman deb farzandlar ijozat so'rab turibdilar. Nabiralar ijozat so'rab turibdilar. Nabirajonlar, bobojon tabriklaymizmi? Unam qanday bo'ya bir onamiz. Onajon keling bizning yonimizdan. Bugun jigarlarni tug'ilgan kunlar. Unamni aytib ikki og'zini tabrik so'zlarini eshitib olamiz. Ammajonlarimiz, xolajonlarimiz kelasizlar yonimizdan. Keling. Xolajon, umringiz uzoq bo'lsin. Xush kelibsizlar. Bugun kejonlaringizni bayramlari Tanijoningiz sog' bo'lsin. Mikrofonlarni havola etaman, ikki og'iz tabriklab qo'yasiz marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ukaginamni tug'ilgan kuniga hurmat izzat qilib kelganlar uchun katta rahmat. Xonadoniga shunday katta to'ylar bo'lsin. Ukam bilan kelin qo'sha qarisin, bolalarni huzur halovatini ko'rsin, nevaralar ko'p bola bo'lsin. Ravshanjonga ham yaxshi kelinlar topsin Allohim. Bular huzurginasini ko'rib, choylar ichib o'tirsinlar. Allohim shularga farzandlar duosini qilib o'tirsinlar. Bolalar shunday kunlar rohat qildilar. Umralarga yuborsin, hoji ota, hoji ona qilsin bularni ham. O'shalarga loyiq bular. Nasib qilsin Allohim. Balalarini, nevaralarini hammasini to'ylariga bosh bo'layursin. Uzoq umr ko'rsinlar. Qo'sha qarib, peri badavlat bo'layursinlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizday onaxonlarimiz duo qilib turibdilar, dunyomiz tinch, xalqimiz omon. Kunda bayram, to'y, tantanalar yarashib turibdi O'zbekistonimizga. Baxtlar mamlakatda, baxtlilar xonadonida turibmiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Donishmandlar shunday degan ekanda, baxt nima baxt? Yaxshi kun nima? Ezgulik nima? Ayt, izlayapman, topolmayapman deganingda, erta tong somon turg'ilgan bo'lsang, charog'on quyoshni ko'rolgan bo'lsang, otangdan, onangdan hol ahvol so'ralgan bo'lsang, demakki buguning eng chiroyli kun. Eshitsang juftingdan shirin bir kalom, farzanding jilmayib aytsa assalom, otang duo qilsa omon bo'l bolam, demakki buguning eng chiroyli kun. Chiroyli kunlarimizga ko'z tegmasin. Necha minglab vatandoshlarimiz musofir yurtlarda rizq nasibasini berib yuribdi. Allohimga shukronalar aytamiz. Sog', omon. Chunki otalarimiz, onalarimiz har tong joynamozlar ustida, dasturxonlar boshida bilaklarini duoga ko'tarib yaratgan Allohim farzandlarim qayerda bo'lmasin, oltin boshlarini omon qilgin, tanijonlarni sog' qilgin deya aytgan duolar tillaringizdan chiqqan har bir so'zlarga farishtalar amin deydi. Rosti, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham. Bugun sizlar aytgan so'zlaringiz bilan biz farzandlar omadli insonlar bizlar. Baxtli insonlarmiz. Kuchimiz yetmasa ham, yetsa ham, aqlimiz yetsa yetmasa ham omad yo'llarimizdan ufurib turibdi. Gulur ahvollar ochilib turibdi. Pullarimiz ko'payib ketyapti. G'oyibidan beryapti Allohim. Chunki ota-onalarimiz duo qilib turibdilar. Allohimga ming qatla shukr aytamiz. Sizlarning borliklaringiz uchun shukronalar aytamiz. Farzandlarni o'zlari ham hozir telefonlarda, ijtimoiy tarmoqlarda promo efirda ko'rib turibdilar. O'zlarining tabriklarni yetkazib qo'yamiz. Ruxsat bersanglar, bitta qarsanglar bilan qo'llab qo'yamiz.
mana farzandlariz, jigarlariz, qarindoshlar hammalaringizga sizlarning sog'inchli salomlaringizni, ukajonimizni sog'inchli salomlarini yetkazib qo'ydik. Mikrofonlarni o'zizga havola etaman, dadajon, ayajon, sizlarni yaxshi ko'raman degan so'zlaringizni eshitmoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga, xush kelibsizlar xonadonlariga. Dadajon, tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan, baxtingizga sog', bu ayam bilan qo'sha qarib. O'zingizga shukr, hammamiz yaxshi ko'ramiz sizni. Dunyoda kunda turing. O'zingizga shukr. Ayam bilan qo'sha qarib, ukam huzurlarini ko'ring. To'ylarida bosh bo'lib, nasib bo'lsa buyuk kelinlar olish nasib qilsin. Rahmat sizga ham so'z berganingiz uchun. Rahmat, salomat bo'lasizlar. O'zbekistonimizdan alangali, mehrli, sehrli salomlar bo'lsin. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizga umringiz uzoq bo'lsin. Marhamat, telefonlarni olasizlar. Endi nabirajonlarga yuzlanamiz. Bobojonni yaxshi ko'radigan nabiralar qo'l ko'tarsinchi. Bobojonni yaxshi ko'radi. Buvajon deydimi, ota deydimi bular? Kim yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'radiganlar qo'l ko'tarsin, yaxshi ko'radiganlar. Yomon ko'rasizlarmi sizlar? Ha? Keling. O'tkir aka nabiralardan nechta? 5 ta. Umr uzoq bo'lsin. Lekin yosh ko'rinar ekansiz. 5 ta nabirangiz bor ekan. Kimdan tabriklarni eshitamiz? Keling ham. Ismingiz nima? Assalom. Kim? Mahmudjon, bitta savol beraman, faqat to'g'risini aytasiz, xo'pmi? Onajonni ko'proq yaxshi ko'rasizmi, buvajonnimi? Faqat to'g'risini bittasini tanlang. Qaysi birlari? Bobojonni. Onajon xabar bo'lmaysiz, bugun bobojon tug'ilgan kunlari. Endi bugun bobojonni tabriklaymiz, siz tug'ilgan kuningizda sizni yaxshi ko'ramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz kimni yaxshi ko'rasiz? O'rischa? Men o'rischani bilmayman-da, endi ota. O'zbekcha gapiring. Ha. Endi qaranglar, katta bo'lsanglar, pullaringiz ko'p bo'lib ketsa. Bobojon bilan buvajonni tug'ilgan kunlariga, yubiley to'ylariga nima sovg'a olib berasiz? Mahmudjon, nima olib berasiz? Gul olib berasiz. Siz nima sovg'a olib berasiz? Kompot ichishni. Siz nima sovg'a olib berasiz? Men beraman mashina. Mashina olib berar ekanlar. Inshaalloh nasib bo'lsa, nabiralar katta bo'lib, qo'lidan ish keladigan, yaxshi pul topadigan, sizga mashinalar sovg'a qiladigan davrgacha endi siz onajonimiz qarib qolmaydi. Nasib bo'lsa, nabiralarning mashinalaridan minib, mazza qilib O'zbekistonning chiroyli joylariga sayohat qilishlik nasib etsin. Tabriklab qo'yamiz birgalikda, marhamat. Dadajon, ayajon, yaxshi ko'raman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xarsiyalar bilan qo'llab turinglar, xarsiyalar. Umringiz uzoq bo'lsin. Mehrin sopa, mikrofonni beraman. Endi hamma farzandlar nomidan o'z tabriklab qo'yasiz. Dadajoningizni, ayajoningizni yaxshi ko'rishni aytib, marhamat. Assalom hammalaringizga, xush kelibsizlar. Dadajon, ayajon, yaxshi ko'raman sizlarni. Baxtimizga sog' bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Birga qo'sha qarish, birga. Ukamni ham to'ylarini qilib, kelinlar xizmatini qilib yursin nasib bo'lsa. Siz men uchun eng yaxshi. Tabriklab qo'yasiz. Qani o'qisinglar, marhamat dadajonlar, tabriklab qo'yasizlar. Aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada.
Baxtimizga sog' bo'ling. Pul, mol, dunyo hammasi keladi, ketadi, mehr, oqibat, samimiylik qoladi. Baxt nima? Shu savol o'zi baxt emasmi? Axir o'ylayapmiz, ishlayapti ong. Ertani ko'ra olmay ketganlar qancha baxt emasmi? Ko'zlarimiz ochilgan har bir tong baxt emasmi? Ota-onamiz borligi, ularning mehrli ko'zlari, umringdan minnatdor shirin so'zlari baxt emasmi? Yaqinlaringni yoningda turganligi, yaxshingni oshirgani, yomoningni yoshirgani baxt emasmi? Jigarlaringni sog', omon yoningda turganligi. Baxtimizga sog' bo'linglar. Maqsadimiz bitta. Bugun o'yin kulgu hammasi o'z yo'liga ota-onamizning duolarini olamiz deya farzandlaringizni niyat qilganlar. Mikrofonlarni o'zingizga havola etaman. Hamma farzandlarni bir duo qiling. Nabiralarni ishlari o'ngidan kelsin, omadini bersin, marhamat. Ota-onamni hammasini tabriklaman, Allohim sog' bo'lsin, baxtimga. Yaxshidagilar sog' salomat bo'lsin. Uylardagilar uylarga nasib bo'lsa, bundan ham katta qilib. Nasib bo'lsin. Hammalarga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. O'tkir aka, keling akajoningizni yonlaridan. Marhamat, ikki og'izdan tabriklab qo'yasiz bugun bayramlarda. Umringiz uzoq bo'lsin. Aka-uka bir-biriga tirgak bo'ladi, qanot bo'ladi. Bugun kunlarda tabriklamasak qachon tabriklaymiz? Marhamat. Akamni bugun men tug'ilgan kunlar ekan. Yoshlarni ko'pini ko'rdim, mana shu nevarlarni, balalarni to'ylarida bosh bo'lsin o'zi. Sog' salomat bo'lsin. Yangam bilan qo'sha qarisin. Topgan yaxshi kunlarga, to'ylarga yursin. Sog' bo'lsin. Bu yoshlar ko'pini ko'rsin. Rahmat. Qarsiylar bilan qo'llab qo'yamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bayraminglar boringizlar. Ana endi Bukram akimizga, Nargiza onamizga yana bir sovg'amiz bor. Surprizimiz bayram tortlari, hayot shirinliklari. Nabirajonlar yordam qilib o'rasizlar. Birgalikda tug'ilgan kun tortlarini kesamiz. Marhamat. Крутятся все быстрее, стали звезды на возрасте. Лет сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. И миллион ночей и дней. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда весло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой. Nargiza ona sizlar turib oling, birgalikda. Nargiza onamizdan turib olib shoshmang. Nargiza ona ishlab olasizlar. Stikerlarga qalblardagi ezgu niyatdagi tilaklarni hammasini yozib qo'yganlar. O'qib olasizlar nasib bo'lsa. Sizlar uchun hammasi tilaklarimiz va endi mehrli tilaklardan birgalikda shirinliklarni kesamiz. Marhamat. Bizni birovlardan ne kamimiz bor, ey jufti halolim, ne g'amimiz bor. Gerçi bog'lar kezib yurmadik birga, Marhamat, shirinliklarni huzurli xush damimiz. qarsiylar bilan qo'llab turamiz, qarsiylar bilan. Baxtimizga sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Qarsigilar bo'lsin. Kumushoy, dadajoningizga yedirib qo'ying. Marhamat, shirinliklar. Baxtimizga ota-onalarimiz sog'-omon bo'lsinlar. Mehri sadoqati siymuzar sanam, Müglüğün monisim uçtu targenem, Parvanım silsin O'zgiram aka o'z nabiralarga yedirib qo'ying. Nabiralarga yedirib qo'ying. Kichik to'ylar yaqinroq keladilar, o'tkir
Bolalar ziyonlariga. Qadringga yetmayin Kelinglar, qarindoshlar, nabiralari ham kelinglar birgalikda. Begonasi yo'q, hammasi o'zimizdan. Kelinglar. birovlardan ne kamimiz bor O'tkiramak xursand bo'lib qoladi-da bular. halolim ne g'amimiz O'tkir buva ko'yga borib shirlaylar yeb keldik. Gerçi bağlar kesip yürümedik birga Eslasak arzirlayıp hoş demimiz var Vaqtimizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qarindoshlar, qondoshlar, to'yda mehmonlar bo'ladi. Ko'p ham o'ynolmaymiz, yig'ilolmaymiz. Lekin tug'ilgan kunlarimizda barcha yurakka yaqin bo'lgan mehmonlarimiz bir xonadonga yig'iladi. Kelinglar, chiroyli musiqadan qo'yib beramiz, chetda qarab turmaymizda bir esdalik bo'lib qolsin, bayramdek bo'lsin. Xolajon birgalikda mazza bilan o'ynaymiz, marhamat. Zarda hayalları Sıçlar anlardım şamalları Yüzü kızargan uyargandan Yürekine mazallarda Arıqning bo'yida Maysalarni ochildi maloning yo'yida Kecha olsa o'ynab sadirning to'yida Ko'zlarim chaqnaydi muhabbat kuyida Malohat menga bermagin jarohat Yuragimni davosiyay malohat Sen bittasan tarafdan olmasan sen desam olsan Başımga barolsan uchun uyalmay Sindirding meni uyalmay Ariqning bo'yida Maysalarni ochildi maloning yo'yida Kecha olsa o'ynab sadirning to'yida Ko'zlarim chaqnaydi muhabbat kuyida Malohat menga bermagin jarohat Yuragimni davosiyay malohat menga bermagin jarohat Yuragimni davosiyay malohat Marhamat, sho'x qo'shiqlar bilan bayraminglar qo'ray bo'lsin. Canım oldu, o'zlar soldi Qalam qoshlarim xayol oldi Yalmog'ga qarab, sochlarim qarab Yolg'onchiga ko'zlarim qarab San canım oldu, o'zlar soldi Qalam qoshlarim xayol oldi Yalmog'ga qarab Qadamim bosib dona Adamın nasıl dağlar Geldi yanıma Çağırsan çünkü bana Geldi yanımda
Başlamam sen çünkü karam Amada da Marhaba kestik davom etamiz. Hey, birgalikda. Ona bir qo'shiqlar aytsam. Mayın isal şadboda Lablaring murabboda Chiroyingga non botirib yuymanda Ko'zlarim shahloda Ey yonda bunda ko'zi dona dona Uydirdimda ko'zingda divona Ko'changda man chiqsolib ketdim Ko'rib ketay sana shu bahona O jon Sog'intirman sog'intirsam Chidolmasam da jon Ashunaqa o jon Sog'intirman sog'intirsam Chidolmasam da jon Ashunaqa Saling hicron tog Ashunaqa o jon Sog'intirman sog'intirsam Chidolmasam da jon Hey, ashunaqa birgalikda. Kechirmasman bu Bularning chiqib shavkatini bular. Gözümden uykularım kaçtı Hıyanet gözlerimni açtı Sezmedim bu yandan kalaştı Geçirmezsen bu bağrı taştı Bana yar etti hıyanet Kılamam elimde nefret Onu benden soramanlar Yümeker onda diyanet Bana yar etti hıyanet Kılamam elimde nefret Onu benden soramanlar Yümeker onda diyanet Yok hadi gönül tatlılar Bana yar etti hıyanet Kılamam elimde nefret Onu benden soramanlar Yümeker onda diyanet Bana yar etti hıyanet Kılamam elimde nefret Onu benden soramanlar Yümeker onda diyanet Marhamat, xo'rozimlar sizga birgalikda. Onaxonlarimiz talablariga binoan. Hey, yaxshi. Qarsanglar bo'lsin. Bayraminglar bo'lsin. Ichkariga kiramiz, ichkariga. Hamma yo'qlar, ichkariga o'tsin. To'g'riroqda. Falak durjiniye Nekri prarvansan Kayısı sadar durjiniye Yavakar şarvarsan Kayısı hudalamasiye Nabaya tatarsan Kayısı çalan zami Lavlayı gülnarsan Söylemene ey sana mecnun sever yarsan Ala göz boyu boyu boy Ala göz boyu boy Ala göz boyu boyu boy Ala göz boyu boy
Salomat bo'lasizlar, omon bo'linglar. Borligiga shukr, shu xonadonda katta to'ylarga ulashaversin. Ana endi barcha qarindoshlarni taklif etamiz, birgalikda esdalik uchun fotosuratlarga tushib qo'yamiz. O'tkir aka, xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Nargiz onamiz bilan qo'sha qarang, farzandlarning baxtini, kamolini ko'ring. Ilohim, nasib bo'lsa Ravshanjon telefon qilib, akajon keling. Otam, onam umra safarlaridan, haj safarlaridan kelyapti deganlarida ham kelib sizlarni xursand qilmoqlik nasib etsin. Shu xonadonda katta to'ylar bo'lsin. Har bir inson, yaxshi insonlar to'yga tashrif buyurishlik nasib etsin. Ilohim farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring. Allohim musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizni o'z panohida asrasin. Shular qatorida sizni farzandlaringizni ham. Nimaki orzu, umidlar bilan yurgan bo'lsalar, murod maqsadlariga yetsinlar. Kelib chiroyli uylar qilsinlar, dang'illab to'ylar qilsinlar, ota-onasini xursand etishda davom etaversinlar. Bezovta qilgan bo'lsa, men bor uzr, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kun ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrigiga yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida sahifalarimiz ishlab turibdi. Sog' bo'linglar, rahmat e'tiboringiz uchun. Katta rahmat.